Assalomu alaykum obunachilar. Qor dedik. Qor ham yog'di yana, xudo xolasa. Xorazm viloyati Bog'ot tumani hunarmand qishlog'i Kirov. Ko'na Kirov desam hammacha. Mana qor yog'ib ketdi. Mana metanni cho'rba boshlandi. Hozir bilib chiqamiz. Metan nega tursa, metan ishlatmas, 10ga 9 vallahi ishlarda bo'ldi. Hozir vaziyatni bilib chiqamiz. Bog'ot tarafda mashina yurishib boshladi. Ishlabdi metan. Kelaverasizlar. Kirov metanni. Propanyak-dan 30 mashina bor o'sha. Obunachilar har yoqdan 6 kelib turibdi ekan. Uchort buzmanglar. 6dan Propanyakdan 6 bu katta yo'l yoqdan 6ni. Yana metan zakon ishlab turibdi. Xudo xolasa kelaverasizlar.